umuman qildi shuni. Kim bir san'atkor, kim edi oti? Bugun bir san'atkor kechami ilgarigimi konsert e'lon qilib, odamlar kelsa, meni pulimni berishmadi deb chiqmabdi. Juda katta xato bo'lgan san'atkor tarafdan. Kelding. Xalq eng oliy zamonini seni konsertingga ajratib ketdi. Endi qanchasi bo'lsa ham, ozdir ko'pdir. Keldimi, pulini keyin hal qilib olasan. Это ваша проблема. А народ, если потратил время и пришел, konsert tatmin qilib ketishga haqqing yo'q. Va shu bilan birgalikda boshlandi bizdan ham so'rash. Men hech qachon konsert bunaqa qilmaganman. Mana shunaqangi hamkasblardan uyalib doim jabr chekamiz. Konsertni e'lon qilsang, qo'lingdan kelsa e'lon qil, qo'lingdan kelsa konsert e'lon qilib chiqqin. Bo'lmasam yig'ishtirib to'ydan boshqasiga yaramaymiz deganda o'zingni otingni nima bo'lsa to'g'ri qo'ygin. Konsert qilishga nima bor? Qo'lingdan kelmasa mardlik. Xalq o'zini vaqtini sarf qilib kelgandan keyin menimcha sahnaga chiq, o'zingni ishingni keyin hal qilaverasan. Administratsiya hozir administrator bor, hammada o'zini prodyuserlari bor, pulini olib kelgandir, boshqa qilgandir. Xushyor ishlanglar, yaxshi ishlanglar, to'g'ri ishlanglar. Xalqda ayb emas siz pul olib ololmaganingiz. Keldingizmi, 10 ta odam bo'lsa ham kirasiz konsertga. Nima deysiz? Menda ham bo'ladi bir xil paytda. Yaxshi organizatsiya bo'lmagan bo'ladi. Mana shu yil prosta organizatsiyalar yaxshi bo'ldi. Bir xil paytda ozgina odam kelib qoladi, chiqamiz. Farqi yo'q. Mana bugun ham biz kelmaydi deb o'ylagan ekanmiz, Milliy gvardiya kirgizmadi. Порядок, dedim, молодцы. Men masalan